Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Mana Qo'qondagi saxiy do'konimizga yangicha Zubur mini traktorlarimizdan yetib keldi. Qolganlariga qaraganda ancha sifatli hamda original variantidan bo'lib kirib keldi akalar. Bunimizda bir sidra qo'shimchalarini tanishtirib o'tib ketamiz hamda nimalari o'zgargan holatlarni aytib o'tib ketamiz. Bularimiz do'konimizga yangi keldi. Bemalol telefon orqali bog'lansalaring, narxi endi chiqadi akalar. Narxini xudo xolasa bugun chiqadi, ko'rib aytib beramiz akalar. Telefon qilaverasizlar bemalol akalar. Mana ko'rishlar mumkin. 11.05larimizda mana dinamli variantlardan yetib keldi akalar. Qo'shimcha dinamlar qo'yilgan. Oldingilari akkumulyatorlariga oz tok berardi, kamroq tok berganning hisobiga akkumulyatorlari o'lib qolaverardi. Hozir mana qo'shimcha dinamlari Xitoydan o'rnatilib kelindi akalar. Oldiga o'rnatilib hamda chiroqlari 3 talik variantidan bo'lib keldi. Mana akkumulyatorlari lekin o'zgargan yo'q. O'sha katta akkumulyatorlardan qo'yib kelindi. Qo'shimcha mana signallar qo'yib kelingan akalar. Bemalol signallari ham bor endi. Hamda akkumulyatorda tokini beryaptimi yo'qmi, o'shani ko'rib tursalaring bo'laveradi. Moy datchik, suv datchiklari akkumulyatorlaringda tok qancha beryapti, o'sha holatlarni ham ko'rsatib turadi hozir. Moyi bormi, yo'qmi, suv qaynab ketsa, o'sha holatlarni ham ko'rsatib turadi. Qo'shimcha mana padsozlari, bu qo'shimcha padsozlari qo'yib kelindi akalar, ko'rishlaring mumkin. Hamda qo'shimcha ensholiga qo'shimcha rastidivallar qo'yib kelindi akalar, mana ko'rishlaring mumkin. Hamda tormizga oldingilarida yo'q edi, mana katta traktorlarga o'xshagan rushnoy holatda ham rushnoylari qo'shib kelindi akalar. Ancha sifatli bo'lib ketdi traktorimiz. Haydab minib ko'rdik akalar. Orqasi ensholari ham ancha baquvvat silindrlardan qo'yib kelingan akalar. Frezalarni ko'rishlaring mumkin. 120 lik frezalarda gidrobochoklari ko'pchilik biladi. Oldingilar Mercedes orqasida edi. Hozir yonboshga o'tkazilib, silindrlar ham mana bittasi o'sha frezani ishlataveradi, bittasi oldiga jatga qo'ysalaring alohida insho olib yotmislar. Mana shu ikkitalik razvitvallardan qo'ydirib kelindi akalar. Traktorimiz ancha moshniy bo'lib kelindi. Vozduhli, maslinli vozduhlardan qo'yilgan, radiatorli, motorlari salarkali akalar. Motorlari mana 11.05 variantidan. Kimga shunaqa sifatli, yaxshi mini traktorlarimizdan kerak bo'lsa, bemalol Qo'qondagi saxiy do'koniga aloqaga chiqsalaring, optimum narxlarda kelishtirib qilib beramiz, xudo xolasa akalar. Xo'p, balonlarni ham mana oldilari, orqalari 120 ga tushadigan bo'lib kelgan akalar. Balonlarni bemalol siljitib, ikkala tarafga ham siljiydi. Bemalol siljitib ishlatsalaring bo'laveradi. Oldi balonlariga ham qo'shimcha patsinlikli balonlardan qo'ydirib kelindi akalar. Oldingidaqa oddiy qilib ishlanmagan qo'shimcha patsinliklar ikkitalik bo'lib kelgan akalar. Mana o'qlarni ham mana ko'rishlaring mumkin. Ancha mustahkam shiviller, baquvvat shivillerlardan qilinib kelindi akalar. Oldida mana chiroqlarigacha bor. Aytib o'tganimizdek dinamlar qo'shimcha qo'yilgan. Akkumulyatorga endi bemalol tok bera oladi akalar. Ko'rishlaring mumkin. Kimga shunaqa sifatli mini traktorlarimizdan kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsalaring, optimum narxlarda qilib beramiz akalar.